Matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda Qizilqum jamoasi bosh murabbiyi Akmal Rustamov ishtirok etadilar. Akmal aka, bugungi o'yin haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi o'yinga keladigan bo'lsak, Neftchi jamoasiga qarshi yaxshi tayyorgarlik olib borgandik, o'rganib chiqqandik. Birinchi bo'limda hammasi yaxshi edi, chunki nomlom bo'lib turganda 3 ta momentni golga aylantira olmadik. Golga aylanganda o'yin boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yana o'sha realizatsiyaga ozgina qiynalyapmiz. Bolalarga rahmat aytmoqchiman hammasiga, borlarini berib o'ynashdi. Xatolar bor, xatolarni o'yinni tahlil qilganimizdan keyin ko'rib bilib, keyin dальше Buxoroga tayyorgarlik ko'ramiz. Savollar. Меня насторожил такой момент. Я посчитал практически 90% дальних передач наши футболисты неправильно выполнили, неточные или не достигали цели. Это очень серьезный момент, как я считаю, потому что во многих командах за счет этих передач организовываются атаки, а у нас этот момент. Savol tushunarli. Bugun yana bir narsaga to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi, chunki shu длинный передаchalarga, uzoq masofali передаchalarga o'rganganmiz. Kenjaboyevning yo'qligi bu yoqda bilindi. Kenjaboyevning yo'qligi, Asror G'ofurovning yo'qligi bilindi. Bo'lmasa o'yinga keladigan bo'lsak, hammasi ishlab chiqilgandi bu narsalarni. Kenjaboyev bir kun oldin travma olyapti, Asror G'ofurovni yo'qotdik. Agemka bilan bo'lgan o'yinda mana shu narsalar bilindi deb o'ylayman. Yaxshi imkoniyat bo'ldi jamoada, lekin vaziyatdan foydalana olishmadi. Bunga asosiy sabab nimada deb o'ylaysiz? Shuni oxirgi yakunlash. Men o'ylayman, Neftchida jamoaga bitta momentni bo'lishi u yaxshi deb bilinadi. Birinchi taymda bizda 3% lik moment bo'ldi. Momentlarni ura olmadik. Bilmadim. Buni tahlil qilib keyin ko'rib chiqamiz. Navbatdagi savol, darvozabonlarni ham qandaydir o'zgartirishlar kiritib ko'rish. Bu narsani tahlil qilib, jamoamizda darvozabonlar murabbiysi bor, u bilan kelishilgan holda keyingi o'yinda ko'ramiz. Bugun Ozodbek Mo'ydinov debut qildi. Bu adashmasam sizning shogirdingiz. Uning o'yini haqida nimalar deyapsiz? Qisqacha vaqt maydonda harakat qildi-yu, lekin U21 jamoasida o'yinlarning barchasini borib kuzatib turibmiz. Yaxshi o'zini ko'rsatgan bolaga biza shans berishimiz kerak. Men o'ylayman, bitta ikkita shans bersak, shunaqa o'yinlarda o'zini bosib olsa, keyingi o'yinlarda bemalol tarkibga qo'ysak ham bo'ladi. bugun himoyadagi ko'plab xatolar, ya'ni himoyachimiz Bobomurod Bozorov negadir bugun o'ziga o'xshamadi. Bugun aytadigan bo'lsak, hamma himoyachilarimiz ham xatolar bo'ldi, hamma himoyachimizda ham. Ularni shu ko'rib chiqqandan keyin, xatolarni ko'rib chiqqandan keyin o'yinni ko'rib olsak, xatolar aniq bo'ladi. Demak, mana bu zich boshlangan taqvim jamoa bunga tayyormi? Endi bundan buyog'iga yana zich o'yinlar. Zich o'yinlarga keladigan bo'lsak, shu uchun ham mana jamoada 23 ta futbolchi bor. Hammada o'zini sinab ko'rish uchun vaziyat keldi deb o'ylayman. Rotatsiya qilishga ham vaqti keldi. Xudo xohlasa, men o'ylayman, o'rnini bosib oladigan futbolchilar bor. Almashtirib, rotatsiya qilib o'ynataveramiz keyingi o'yinlarda. Savollar yo'q. Unda matbuot anjumanimizni yakunlaymiz. Rahmat.